Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem Müslüman kıyrandaşlarımız, vatan ve milli an dersikimizin birinci temisi siyasi görüşümüzün karakteri. Vatan Allah Subhanahu ve Taala'nın yer şarida koygan kanuniyet sebeplerinin asastırdan birisi bulup Allah Subhanahu ve Taala insanın hayattaki, cemiyetteki yaşaş turmuşunu ve adeti ve hukukunu yerge hem bağlagan. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala insaniyetini Kur'an-ı Kerim'de alahide bayan kılgandek sizlarni öz ara tanışışınlar üçün millet kabiller kılıp yarattık degen ve muşu millet kabillerinin arasından inne ekremekum indallahi etkakum Allah'ın en takva, en bak korkuduğun, en adil bolgan kişiler. Yani Allah'tan korkup adillik bilen iş kıldıganlar en hürmetlik ikenligini bildirgen. Şunun için vatan Allah Subhanahu ve Taala insaniyetini yaratkan, insaniyetini dünyada yaşaş ve terakki kılış yolunda insaniyetke Allah Subhanahu ve Taala tapşırgan bir amanet. Bizge Allah Subhanahu ve Taala muşu yer şarı işidin Şarkı Türkistan'dan ibaret Şarkı Türkistan'ın 5 asası gaye, baş hukuklarından ibaret hukuk olan Allah Subhanahu ve Taala bizning üstümüzge amanet koygan. Birincisi Şarkı Türkistan'dan ibaret Türkler asas kılıngan bir zeminni. İkincisi muşu Şarkı Türkistan dairesininki barlık yer ve her bir çigiraları ve Şarkı Türkistan'ın barlık hukuk mal mülki. Üçüncüsü Şarkı Türkistan'ınki ezelden tatip İslam dinga itikat kılıp gelgen İslam dini. Dördüncüsü Şarkı Türkistan'ın ay yıldızlık kök bayrakı. Beşincisi Şarkı Türkistan'ınki halkaradaki her bir müstakil devletlerine okşaş, müstakil öz aldığa Xitay tecavüzü zalimlerinin hükümranlığı da emas, müstakil bir devlet ikenliginden ibaret bolgan. Mana şu baş gayeler bu bizge Allah Subhanahu ve Taala yer şarida yaralganlığımız Allah bizni Şarkı Türkistan'da yaratkanlık mesuliyeti veren üstümüzge atkan vazife. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de la tebdile li sünnetillah Allah'ın kanuniyetiga almashtırış yok deydi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlarning hammanglar öz dairesi, öz milleti, öz rayını özge tapşırılgan ailesinden mesul deydi. Biz Allah Subhanahu ve Taala tapşırgan muşu Şarkı Türkistan'dan ibaret bolgan vatanımızın mesuliyetinden zade çıkardık mı? Ya ki biz bu Şarkı Türkistan'ın ki hukuki, müstakilliği, zeminimizin ki erkinlikini kodlayalmadık mı? Bu her bir Şarkı Türkistanlık Müslümanların ki evvelen özünün soraydıgan suali ve şundakla dünyadaki barlık Müslümanların innemel mu'minune ihve Resulullah barlık müminler bir kıyrindaş diyen muşu Allah Teala'nın ki bizi üretken vazifesilen hemimiz bir kan tomur imani kıyrindaşlık üstü yaşaydıgan bir mümin bulavırsak kıyamet günüsü Allah aldıda Şarkı Türkistan zimnideki 35 milyon halk ve Şarkı Türkistan rayonunun ki müstebitlikke uçravatkan kırgınçılıkıdın bütkül dünya Müslümanları hem bunun mesul ve şundakla
butkul dünya insonlari bu yerda bo'lib atgan zulmdan ham mas'ul. Shuning uchun biz mushu Sharq Turkistondan iborat bo'lgan vatan Allah subhanahu va taala bizga topshirgan bu vatanning islom vujudiga, qon tiplariga, har bir hujaylariga singib ketgan bu vatanni qo'g'dash xuddi bizning Makka, Madinani qo'g'dash mas'uliyatimiz bo'lgandekla qo'g'dash mas'uliyatimiz bo'lgan islom va musulmon millat va musulmon bo'lgan bir davlat, musulmon bo'lgan bir jamiyat, bir huquqni qo'g'dash bizning ustimizga otilgan bir vatan. Shuning uchun qarindoshlarimiz Xitoy tajovuzlari bizning vatanimizda, bizning dinimiz, bizning milliy kimligimiz, bizningki tilimiz, bizningki barliq urf-odatlarimiz hammasini yo'qotishga, qirg'in qilishga kech-kunduz tirishadi. Chunki buning hammasi Xitoy tajovuzchi, kommunist kafirlar va Xitoy tajovuzlarininki barliq kufri va dinsiz madaniyatiga qarshi bo'lg'achqa va bizni butunlay tip-yiltizdan o'zining past bo'lgan tajovuzchi hukmronligiga, terrorisiyaga, ya'ni doirasiga qitivirishga tirishchanlik qilganlik uchun, ya'ni bizni yer sharidan butunlay yo'qotish maqsad qilganlik uchun biz o'zimizning millatimizning mavjudini saqlab qolamiz deydi ekanmiz. Qat'iy Sharq Turkiston vatanimizning mustaqilligini, Sharq Turkiston zaminimizni qo'g'day olgan vaqtimizda ondan bizning mavjudimiz, bizningki millatimizning har bir mavjudati maydonga keladi. Yana birisi milliy ong deganimiz Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda estağfirullah ya eyyuhan nas ubudu rabbakum allazi xalqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun deb bu oyatning qisqa ma'nosi sizlar va sizlarning ajdodinglarni Allah subhanahu va taoladan haqiqiy taqvodor bo'lsin deb yaratgan sizlar va ajdodinglar sizni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilchilik qilinglar dedi. Demak, bizni burunqi ajdodimiz, burunqi millatimizga Allah subhanahu va taolo mushahat chetish orqali bir millat shaklda Allohga qulchilik qilishni Allah bizga buyurdi. Bizning Sharq Turkiston zaminidagi millatimiz asli islomga asos qiladigan bir turk sistemadagi millat. Shuning uchun Sharq Turkistondagi Uyg'ur boshchiligidagi barliq turk millatiningki dini va milliy kimligi va tili va bularning har bir huquqlarini qo'g'dab Allohga sodiq qul qilish, Allohga cho'qinish uchun bularning har bir diniy va milliy erkinligini qo'lga keltirish uchun kurash qilishimiz Alloh taolaning bizga topshirgan vazifamiz. Ham shundaqla bizni Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yaxshilikqa va adolatga va har qandaq bir yaxshi ishni maydonga keltiradigan yaxshi ishqa buyurib, sizlar yer sharida maydonga kelgan millatning yaxshisi bo'ldinglar. Nima uchun? Yaxshilikqa buyurishda yomonlikdan to'slar dedi. Mishada kuntum xayra ummatin uxrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkarda ma'ruf dedi. Ma'ruf deganimiz har qandaq bir Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan yaxshi ish bo'lishdan birga bir millatning islomga zid kelmaydigan barliq urfi odatlarining hammasi islom dinida qo'g'dirilgan odat bo'ladi. Mana shu islom din va o o'syagan barliq islom dinga hasqatgan urf odatlarimizningki, sharma hayolarimizningki, qahramonliklarimizningki, har bir go'zal axloqlarimizningki, har bir tarixdagi xalqaro madaniyatga qatgan barliq jangovar, kasbchan, tijoratchi va madaniy bo'lgan mushu jonliq millat bo'lishimiz bilan birga biz o'zimizningki mushu milliy bo'lgan va diniy bo'lgan ong va g'ururini saqlash bilan birga biz mushu Sharq Turkiston zaminidagi har bir Allah bizga bergan huquqni qo'g'dash uchun kurash qilganimiz mana bu bizning Alloh taolo bizga topshirgan vazifamiz. Ham islom dinda
Allah subhanahu wa ta'ala bizni buyurgan, yani yaxshi ish qatoriga kiradigan yaxshi ish. Ham ulamolarimiz al-urfa muhakkama degan. Har qandaq bir yaxshi bo'lgan urfa islom diniga zid kelmaydigan, u musulmonlarga amal qilishga tegishli majburiyat. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizningki mana shu yuqorqi vatan va milliy ongdan iborat bo'lgan Sharq Turkiston zemininki dini va milliy kimligi va bizningki dinimiz va tilimiz va milliy İslamga uygun bo'lgan har bir madaniyatimizdan iborat bo'lgan yuqorqi barliq huquqlarimizni qo'g'dash asosida bizning hozirgi maydonda turib qilayotgan har bir harakatimiz siyosiy kurash. Chunki Xitoy tajovuzlari bizga kech kunduz bizning e'tiqodimizni dinsizlashtirish, dinimizni suslashtirish, milliy Uyg'ur kimligimizni, tilimizni va bizning go'zal urf-odat, madaniyatlarimizni yo'qotishga kech kunduz tirishchanlik qilishdan iborat bo'lgan qatl-am va tajovuzchilik, milliy va diniy va insoniy qirg'inchilikni Sharq Turkistonda boshlash bilan birga hatto chet elgacha bizga aram bermay kech kunduz bizni qirg'in qilish yo'lida suiqasd qilyapti. Shuning uchun biz mushu Allah bizga topshirgan vazifalarimizni iborat bo'lgan vatanimiz, dini va milliy kimligimizdan iborat bo'lgan barliq huquqlarimizni qo'g'daymiz deydi ekanmiz. Biz har bir Sharq Turkistonlik xalq va bo'libmi Uyg'ur musulmonlari bir siyosiy kurashda. Bu siyosiy kurashimizningki xarakteri qanday desa, bu siyosiy kurashimizning xarakteri oldimizga gilamlar, payandozlar silinib, qizil gullar ichilib, nima qilsak rohat bo'ladigan bir yo'l emas bu. Bu yo'l qurbonlik, kurash, jafo mushaqqat, har turli aziyatlar badaliga keladigan oxiratdagi natija Allohning rizoligi va bu dunyodagi g'alaba, mustaqillik va ozodlik va hurlik. Shuning uchun biz hammamiz milliy va diniy ong va kimligimiz, Sharq Turkistonning vatan da'vosi va Sharq Turkistonning mustaqilligini doim og'zimizda har yerda deb qo'ydigan, lekin buning bu kurashimizning xarakteri, bu kurashimizningki jafosi, bu kurashimizning bizdan so'raydigan qurbonliklari to'g'riliq amaliy hayotda o'zimizdan qanchalik kurash maydonida men bardoshlik beraman deydigan savolni so'ray olmagan vaqtimizda biz bu kurashga tixi atlanmagan, bu kurashning xarakteri, bu kurashning tabiatini tixi bilmagan bo'lamiz. Undaqda bizning kurashimizning bosh temasi bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki hayotiga qarasak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'riliq Qur'oni Karimda astag'firullah, bismillah mundaq deydi: "Va iz yamkuru bikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka va yamkuruna va yamkurulloh vallohu xayrul makirin" deb sura Anfalning 30-oyatida bizning Allah bizga avatgan yer sharini yangidan bir yangilikqa, yangidan bir nurga, yangidan bir haqiqatga o'zgartish uchun Allah avatgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchigimi, Allah Taala dunyoda bir qonuniyat qo'ygan bo'lg'achqa, u qonuniyat bo'lsa-mu kurashning xarakterida, kurash yo'lidagi jafoga, kurash yo'lidagi aziyatlarga, kurash yo'lidagi qurbonliklarga bardoshlik berib maydonda mustahkam turishdan iborat bo'lgan mushu kurashning qurbonlik berish xarakterini mush payg'ambar alayhisolamdan iborat Allohning do'sti payg'ambari mushu ulug' payg'ambarimizmi tatqanligini payg'ambar tatqan yerda uning agashtirib bo'lgan har qanday millatning tatishi cho'qim bir sabab ekanligini, cho'qim bir qonuniyat ekanligini Alloh mush oyat orqali bayon qildi. Nima deydi? Astag'firullah. O'z vaqtini aslan Muhammad alayhisalom ham ummatingizga asiting har bir yetakchi, har bir siyosiy, har bir rahbar o'z xalqiga assasin suiqasd qildi. Sizga kofir bo'lgan kishilar sizni so'lab
turmuğa taşlap şu vaqtning o'zida bağlab sizni habs qilib to'xtatib hozirgi zamondagi turmuğa to'xtatib sizni o'lab bo'g'icha so'lab qo'yish uchun birinchisi yoki sizni ular o'ldirish uchun yoki ular sizni palab yurtdan chiqarib o'tish uchun ular yilmikir qiladi Alloh subhanahu va taolo uning qarshi ularning mikrisini bitchiq qiladi Alloh subhanahu va taolo eng qattiq chora qo'llanuvchining yaxshisi deb Alloh subhanahu va taolo mush oyatda bizga bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan iborat bo'lgan yo'l boshchimizningki Allohning haq dinini ayni vaqtda yetkizish bilan birga şu vaqtdagi millat xalqlarni johillik, nadonlik, bilimsizlik va har turlik ozg'unlikdan qutqizish uchun şu vaqtda qilgan haq dinga chaqirgan, tavhid diniga chaqirgan payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rishini bo'lib bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinadagi Aws Hazrat qabillarının qo'llashiga erishgan xabar yetgandan keyin Muhammad alayhisolamning ishi xalqaroda ish ko'p ketibdi deb Muhammad alayhisolatu vasallamni bular yuqorqidek bir qanchalagan planlarni qilish orqali ular oxirisda o'ltirishga va o'ltirish jinoyatini qandoq qilib yug'ishtirish o'zaro millat orasida jal majro chiqarmaslik uchun ma'lum har bir qabiladan yigitlarni chaqirib bir guruh yigitni o'ltirgizilib Muhammad alayhisolatu vasallamni o'ltirib bo'lgandan keyin uning ditini qabilastikilarga topshirish orqali bu ishni yetib etishni maqsad qilgan. Ammo shu vaqtning o'zida Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam uqtirib Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo bu kofirlarning suiqasdidan saqlab qolgan. Muhammad alayhisallam o'rniga Ali roziyallohu anhuni yetqizib qo'yib bu yerdan chiqib ketgan. Demak, qarindoshlarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu kurash maydonida mushundaq aziyatlar va jafolarga yo'liqqan. Xuddi Xitoy tajovuzchi kommunistlari bizning yurtimizda bizning barliq xalqlarimizni hozir ularning vatani, e'tiqodi, milliy kimligi, barliq erkinligi va barliq madaniyatidan ayirish uchun va tilidan ayirish uchun va ularni qat'iy hayotlikdagi yasalma bir mashina Xitoy nima desa shuni qiladigan mashina amaliy kallasi va fikri yo'q odamga aylantirish uchun yangi zamonaviy dinsiz iddiski bir odamga aylantirish uchun ular qandoq qildi desa barliq bizning huquqlarimizni, madaniyatlarimizni va barliq qimmatlarimizni vatanimizda yo'q qilishga tirishchilik qildi. Shu yo'q qilishni Rasululloh alayhisalom davriga o'xshash so'lab jazolash lagerlarida, turmalarda muddatsiz va doimlik tutib turish orqali yo'qotish yoki ularni o'ldirish, ishkillarga va har qaysi joylarda har turli zaharlash orqali yoki maxfiy o'ldirishlar orqali o'ldirish yoki ularni bir turlikini mana biz chet elga ketgandek chiqarib o'tish orqali Sharq Turkiston zaminini butunlay har qandaq bir siyosiy huquqidan mahrum qo'yishga tirishchilik qildi va har qandaq bir huquqidan mahrum qo'yishga va Sharq Turkistonni mangulik o'zining zamini qilishga tirishchilik qildi qardoshimiz. Shuning uchun Sharq Turkiston zaminidagi bizning mush 35 million xalqimiz yo'qolsa, aşağıdaki İslam dini yo'qoladi, aşağıdaki masjid yo'qoladi, Qur'on yo'qoladi, barliq erkinligimiz, milliy madaniyatimiz, tilimiz, har bir huquqlarimiz yo'qoladi qardoshlarimiz. Shuning uchun mushu biz qilayotgan kurashning xarakterini bilishimiz kerakki, bu kurashda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahobalar ayni vaqtdan hozir qadar Muhammad alayhisalom va sahobalarning izbosarlari bo'lgan hammasi qurbonlik bergan va mush kurashda nurg'un aziyat va jafolarga bardashlik bergan. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayni vaqtida Xabbab ibn Art radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib aytib kelgan vaqtida biz chidab bo'lmadik bu jafoga degan vaqtida burungi millatning beshidan hori qo'yilib astingacha ikki parchaga aylantirib o'tilganlar bo'lgan, ikki parchaga kesib tashlatilganlar bo'lgan va go'shiri so'naklardan ayritilganlar bo'lgan deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
bu kurash, bu siyosiy ve dini kurash meydanımızda çın turuşqa sahabalarını doim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meydanda müstehkem turg'izgan. Hem bizningki bununki ati bo'ldirimiz Sultan Istiqboraxondan tatib ikkinchi qitim ve birinchi qitim qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti ve Sharq Turkiston Cumhuriyetidan tatib barliq yetakchilarimiz bu yo'lda kurashning siyosiy maydondagi xarakterini tushungachga birinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti zarb yegandan keyin uzun qolmayla Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti zarb yegandan keyin ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurish uchun yana kurash qilgan. Undan keyin yana Xotanda Abdulhamid Damullam ve başka rayonlardan nurgulluğan ulama ustazlar, ziyalilar ve hazır kadar chet ellargacha nurgulluğan ustaz qarindoshlarimiz, ziyalilarimiz muşu siyasi görüşümüz, müstakilligimizning xarakterini bilgachga hazır kadar aqmaqa bir qitim zarba esa yana bir qitim millatimizning dini ve milliy kimligi ve erkinligini deb doim kurash qilmoqda, qurbonlik bermoqda ve bunun uchun nurgulluğan şehitlerimiz, mücahitlerimiz, ustaz ulamalarımız, siyasilerimiz, nurgulluğan ziyalilerimiz, nurgulluğan iqtisodchilarimiz ve nurgulluğan yaşlarımız, nurgulluğan ata-analarımız hazır kadar kurash meydanı durup siyasi meydanda Xitoyga baş egmey qurbonlik bermoqda. Mush qurbonlik berish orqali kurashimizni qo'g'dab qilish ve kurash mevasiga yetish uchun tirishchanlik qilish bizningki bu siyasi kurashning xarakterini bilganligimiz bo'ladi. Agar biz siyasi kurash maydonida Şuan zarbilerimiz için çekinip kessek, ya ki meydan taşısak, ya horuluk kılsak, ya ki başkalar ya etrafımızdakilerge yamallap kılvatkan hizmetlerimizni toxtatsak, o vakti biz iddiğimizdeki bir dini, İslami kimlik ve bir Şarkı Türkistan xas milli boğan bir hürlük öne ve Şarkı Türkistan vatanı ibaret boğan bir vatan müstakillik öne yetiştirmegen özümüzni bir hadır kadar kulluk, hurluk öngeden özgertmegen bir bilimsiz kişilerden bu bağım bulumuz. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bizni Kur'an-ı Kerim'de alahide öz rahmetiyle ağırlandırıp deydi ki وَاِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا Sura Ali İmran'ın ki 120. ayetinde eğer sabır kılsanlar ve Allah buyurgan emellerini kılışta Allah'tan korksanlar silege ulanın suikastı hiç kandak nesiniz can salınmaydı dep Allah Subhanahu ve Teala şundak dedik qarindoshlarimiz. Şunun için muşu siyasi kurash meydanida hizmet kılıvatkan her bir qarindoshlarımızın hemmisi Allah Subhanahu ve Teala aldığı mesuliyetimizni Allah'tan korkup siyasi kurashimizning xarakterini hakikaten bilip bizning burunqi barliq kurash meydanı turgan rahbarlarimiz, yetakchilarimiz, siyosatchilarimiz hozir qadar mush maydonda qurbonlik berib bizga yo'lning aziyati, xarakteri ve her bir qurbonligini shu bilib turib qurbonlik berish yo'li bilan bizga o'rgatgan mush yo'lni biz qat'iy oxirigacha davomlashtirib Allah Subhanahu ve Teala'nın bu dunyoda mustaqilligi, oxiratda g'albisi ve jannatiga ahirette Allah'ın rızalığına erişip boğuşa kadimimiz, meydanımızda müstehkem duruşumuz her birisimizinki Allah aldığı mesuliyetimiz, dinimiz aldığı mesuliyetimiz, milletimiz aldığı mesuliyetimiz, vatanimiz aldığı mesuliyetimiz. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetki ya Rahman Rahimin.